Ona ham xona biz chey bola bo'ldi. Ona men gira kadar bitta odam. Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilarim. Kuzatib bo'layotgan qadri bilan qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Sahrni yo'l yoqasida 8 etajga domning 4-etajda devonachar remont bilan ta'mirlangan kvartiramiz obzoriga keldik. Kvartiramiz obzorini ko'rsatib o'tamiz, qolgan ma'lumotlarni aytamiz. Eshikdan kirgan vaqtda qara birinchi o'zi e'tibor beringlar. Oyoq qismlari devonacha. Eshik. Mana gapiraveraydi deb eshiklar ana. E'tibor beringlar, eshik baquvvat. 300-400 dollar eshiklar. Eshikdan kiramiz, kengina hol. Yo'qo'sha qismimiz kengina bizdan kutib oladi. Bemalol berib uyg'oq bilan qo'yib o'tirishga sharoit qilsangiz ham bo'ladi. Mana tezroq qo'yish uchun sharoit qilib qo'yganlar. Ana bu esa yo'qo'sha shkafimiz, obuv narsalarni o'sib qo'yishga sharoit qilib qo'yganlar. Bu yoqda bizani kengina kuxnimiz. Kuxnimizga e'tibor beringlar. Chiroyli remontlar qilib qo'yganlar, LED pardalar qilingan, chiroyli akrillardan, mebellardan kuxni garniturlar qilib, gaz filtrlar qilib ichkiga qo'yilgan va patologimizga e'tibor beringlar. Chiroyli lustra osib qo'yilganlar, gipsokartonlarga uzor berganlar. Ana bu yoq esa bizani pressing katolimiz. Oyoq ostlarimiz ba'zi joylari ko'p pol qilingan. Qadrlar bu uyga vahshiy o'ram bahri o'xshaydi. Perxo'sha qismini qarang. Vahshiy. Lustralar nima deyapti? Gapiraveradi deyapti. Bular qarang, nima deyapti bu? Sitinilar qo'yilgan vahshiy. Did bilan ta'mirlangan kvartiramizda. Bu remont attachment deydi. Ana bu aytib o'ring. Ana bu bolalar xonasi. Bolalar xonasida mo'ysha bo'ylab chiroyli qilib va LED pardalar qilingan. Ana e'tibor beringlar. Manzarani qarang, manzara nima deyapti? Joy vahshiy zo'r joydan. Bolalar o'yingohi bor, diskotekka bor, parkovka muammo yo'q. Bu yoqda ham chiroyli lustralar qilib, chiroyligina gipsokartonlar bilan uzor qilingan. Eshiklarimizga e'tibor bering. Eshiklar hozirgi zamonga qarab sifatli eshiklardan qilib qo'yganlar. Bu yoq esa bizani kattagina zal kutib bo'ladi. Zalimizdan chiroyligina remont qilib va chiroyli LED pardalar qilingan. Kattaligini qarang zalni. Lustra nima deyapti? Lustra katta chiroyli lustra osib qo'yganlar. Xonamizga dekorativ ishlar qilingan. Ana bu ishlarni qarang, ana vobshe ko'zni qamashtiradi bular. Bu yoq esa bizani sanuzulimiz. Sanuzulimiz patologgacha sanuzul nima qilingan, kafil qilingan, natija patologlar qilingan va chiroyli rakvinalar, oynalar qo'yilgan, muammo yo'q, chotka remontcha qilib qo'yganlar. Bu yoq esa bizani spalni xonamiz. Spalni xonamizda qarang qadrdonlarim. Nima deyapti? Chiroyli qilib bezak berganlar, natija nimalar, chiroyli lustralar qilingan, LED pardalar qilingan, televizor ostiga dekorativ ishlar qilingan. Oyoq ostlarimiz hamma joy ko'prik pol qilingan, laminat qilib qo'yilgan qadrdonlarim. Bu xonamiz kvadrat metri, mana shu 100 kvadrat metr, ikkita sanuzuli bor. Ana ikkinchi sanuzulimiz. Qarang, sanuzul yaxshi devona taxlab qo'yganlar bu yerni. Xonadonga hech narsa qilmaysiz, kirasiz, mebel solib yashaysiz maza qilib. Qadr bilan qadrdonim. Kvartiramizni obzor sizlarga ko'rsatib o'tdik. Agar bizning obzorimizni sizlarga qilmay qolgan bo'lsa, like bosgan ayman. Videoni ko'rib o'tiribsiz, taq-taqni like bosavering. Kvartiramiz narxini qancha deysiz? Arzongina. 17500 deb baholaymiz. Yana savdolashga zarurchasi bor. Naqd bilan kelinglar, gaplashamiz qadrdonim. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatinglar. Shu teritoriyadan Sahrni yo'l yoqasi yoki Kapital bank atrofidan uyqida yurgan qadrdonlaringizga tarqatinglar. Tarqating, sizlar hech narsa ketmaydi qadrdonim. Like bosgan ayaman. Sizlar sabab shu do'stlar uylik, vatanlik bo'lishi mumkin. Sizlar sabab shu uyni sotib ketishimiz mumkin. Uyning egasi pullik bo'lishi mumkin. Bizani obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda alohida chiqishni so'rab qolamiz qadrdonim. Teras agentsiyada obuna bo'lishni unutmang. Soqqani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizga ketdik.